mani eng qiyin kunimda yonimda turgan qizga qanday siz Yo gap yo'q uni. Hamma intervyuda siz qizni uyiga har borasiz. yil bo'li xijolat siz xotiningizga beradigan mehrni Siz efirda. uyiga borasiz, domla o'tiradi, ha? To'g'rimi, domla bo'ladi. Siz va'da berasiz qaynatingizga, qaynanangizga. U domla guvohligida, lekin Alloh uchun Va'da berib Va'da olib beriladi, ketasiz. ha, Endi ha. qarang, siz ham qizingiz bormi? yo'q, 4 o'g'il. To'rtmanda 3 ta qiz. Bitta qizni katta qilish, o'g'il bolani katta qilishdan azob. Mana yaqinda qizimni oyog'i sinib qoldi, katta qizimni. To'g'ri, gipsda tuzaladi, uni ko'rib. O'rtancha Aziz opa deganimiz zreniyasi past chiqdi. Masalan, doktorga har kuni boramiz, istoriyasizlar ham qo'yaman. Uni yaxshi ko'radi odamlar. Aziz opa juda ham. Endi o'ylayman, siz qiynalib katta qilasiz, yuragingizni bir parchasini shunday katta qilasiz, kimdir olib ketadi, urib, so'kib, janjal qilib, haydab olib